Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ayajon, siz yaxshimi? Yaxshidirmi? Joningiz omonmi, uychilar tinchmi? Sizni bezovta qildim ayajon. Olmaxon ayajon bilan bog'landikmi? Men o'zim bilan bolajonim. Yaxshimi? Yaxshi. Tanidingizmi, yo'qmi? Yo'qda tanimadim-da. Men tabriknoma loyihasidan Suxandon Muhammadjon bo'laman. Eshitgansizmi, yo'qmi? Ayajonim, Ana endi tanidim. sog'lingiz yaxshimi? Uychilar tinchmi? Xudoga shukr. Rahmat. Bolajonim. Bugun shodiyona kunlar ekan, xursandchiliklar ekan. Shunga ozgina o'zimizni hissamizni qo'shish maqsadida, sizni ozgina kayfiyatingizni ko'tarish maqsadida, xursandchilikka she'ris maqsadida telefon qilyapman. 60 yoshga qadam qo'yibsiz, a? Rahmat. Allohga shukr. 60 ga qarshiladik. Ayajonim, 60 yoshlar muborak bo'lsin. 60 bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim farzandlar baxtiga, nevaralar baxtiga sog' salomat bo'ling. Rahmat. Ilohim ular ham meni baxtimga sog' omon bo'lishini hammaga nalari. Bu Jalolbek akam nomidan qabul qilasiz. Xususan o'zlari iltimos qildi. U necha kundan beri o'sha ayamni xursand qilay deb o'sha bilan avvalo. Siz juda ham yaxshi ko'rar ekan. Ilohim o'sha inson baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Kelin poshsha, adashmasam bitta o'g'il, a? Ha, bitta o'g'il. Ha, kelin poshshangiz opam, Gulmiraxon opam nomlaridan ham tabriklarni qabul qilar ekansiz. Nabiralar bor ekan, Asilbek, Dilyoraxon, Sokinaxon. O'shalar nomidan ham tabriklarni qabul qilar ekansiz. Keyin qizlarni ham nomlaridan qabul qilar ekansiz. Gulnafisaxon, Guljaxon opajonlarim, kuyovlar bor ekan, meni qadrdon akajonim Damirbek aka, Sarfshon aka. O'sha insonlar nomidan tabriklarni qabul qilasiz. Ilohim, ayajonim, bu yil 60 yoshingizda mana shuni qo'ng'iroq qilib tabriklash nasib o'zlaylabdi. Xudo xohlasa 70 yoshdan yetaklashib, 80 yoshdan sakrashib, 90 yosh bilan to'qnashib, 100 yoshga kirganingizda yoningizga borib, o'sha Jalolbek akam bilan farzandlar birgalikda Damirjon akam bitta ona haqida qo'shiq aytib berganda chiroyli guldastalar bilan tabriklash nasib o'zlaylasin ayajonim. Ilohim, albatta, Xudo xohlasa nasib. O'sha farzandlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Endi ruxsat berasizmi? Maylimi o'sha Jalolbek akam iltimos qilishda ayajonim bugun xursand bo'ling deyish, xursand bo'lsin deyishdi. Ayajonlarga qancha ta'riflasak, sizlarni qancha ehtirom aylasak, shuncha kam biz farzandlar uchun. Maylimi o'sha Jalolbek akam nomlaridan, farzandlar nomidan 4 qator she'r aytib bersam. Men endi she'r aytaman, nima qo'shiq ayta olaman? Yashang. Shodliklari sig'may ketar tanamga. Shodliklari sig'may ketar tanamga, bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar derman aslida, farishtalar o'xshar meni onamga. Dunyolardan o'tadigan mehr bor, allasida o'zgacha bir zehri bor. Farishtalar o'xshar meni onamga. Misraning go'zalligini qarang ayajonim. Sizlarni farishtaga qiyoslagan mana shunday shoirlarimiz. Ilohim, mana shu Jalolbek akam sizni dunyolarcha yaxshi ko'rar ekan, jannatlarcha yaxshi ko'rar ekan, yer ko'kka ishonmas ekan, o'sha insonni baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Jalolbek akam nimaiki ko'ngildagi chiroyli orzu havaslar bo'lsa, hammasini Allohim ro'yobidan bersin deymiz ayajonim. Onasi bor odamning bu dunyoda kami yo'q. Armon netar tashvishlar hech kimsadan kami yo'q. Bolam sani, meni qornim to'q degan so'zlarin eslab bugun ko'zlarimdan nam. Yolg'on ekan bu so'zlar, meni o'ylarkan onam. Ustingga ko'rpani yop, isib ketyapman bolam, lekin sovuqdan dir qaltirasa ham meni o'ylarkan onam. Satrning go'zalligini qarang ayajonim. Biz farzandlar uchun 40 yoshga yetsak ham, 50 yoshga yetsak ham onalarimiz uchun biz farzandlar hamisha yosh bo'lib qolamiz, yosh boladek qolamiz. Mana shu har daqiqada bizlarni o'ylovchi ayajonlarim hamisha bizlarni duogo'y mehribon ayajoni bo'lib yurib, uzoq yillar mana shu farzandlarni baxti kamolini, rohatini ko'rib yurish nasibi ro'z aylasin ayajonim. Adashmasam 10 ta nabira, a? 10 ta nabira aytman. Mashalloh. Mashalloh. O'sha nabiralarni ham baxti rohatini ko'ring. Evara to'ylarni baxti rohatini ko'ring. O'zingiz bosh qosh bo'lib chiroyli duogo'y onajonisi bo'lib yurish uzoq yillar nasib ro'z aylasin. Navoda Jalolbek akamga bir yaxshi tilaklaringiz, duolaringiz bormi? Bo'lsa bemalol.
albatta. Javlon begimam, kelintim Gulmiraxon. Bitta o'g'lim, ikkita qo'shilib 3ta bo'lishgan. Danizjon bilan Zarifjon. Mashalloh. Qizlarim Gulnazxon bilan Guljahonxon. Mashalloh. Nabiralarim Gulchiroy, Botirjon, Farinozxon, Ilovajon, Iqboljon, Islomjon, Zoirjon, Mashalloh. Dilyoraxon, Javlon begimniki, Mashalloh. Fatinaxon, Aslijonlar, bular baxtimga hammasi qayerda bo'lishmasin, sog' omon bo'lishsin. Arqamgilamda qolsin ilohim. Mashalloh. Hammaginalarni omadlarini bersin ilohim. Amin, amin ayajon. Balaginamni Javlon begimni ilohim bilan topib tutganiga barakatini bersin, kasb korlariga, umr joniga baraka bersin ilohim. Albatta ayajonim, albatta. Mana shunday chiroyli farzandlarda hammalari o'sishyapti, ilohim kamolini ko'rishsin. Albatta. Qatorida biz ham ko'raylik ilohim Albatta. kamollarini. Albatta ayajonim. Orqamizda qolishsin. Albatta ayajonim. Amakimga ham tilak bildiring og'ir, faqat farzandlarga. Mana salomingizdan mana Xudoga shukr. Mana birgalikda 40 yildan beri yashayapmiz. Mana chiroyli farzandlarni katta qildik, voyaga yetkazdik. Mana joylarda berdik, kelinlarni qildik. Ular ham bizdaqa hayot kechirsin ilohim. Mashalloh, mashalloh. Siz ham o'sha Biz amakim bilan hamisha mana shu farzandlarimiz bilan, nabiralarimiz bilan biz baxtlimiz. amakim bilan uzoq yillar bu insonlarni sizlar duo go'ysizlarda, sizlar borsa Javlon aka bemalol men hammadan boyman deb yuradi. Chunki kimni otasi, onasi tirik bo'lsa, u hayotda eng boy insonda, chunki uni duogo'y mana shu padari buzrukvorlari, volidayn muhtaramlar bo'lsa. Ilohim niyat qilamiz, duo qilamiz. Amakilarim bilan birgalikda haj safarlarini, umra safarlarini ziyorat qilish nasib ro'z aylasin. Nasib ro'z aylasin ilohim. Aytganlaringiz kelsin balajonim. Sizni ham umri joningizga, kasb-koringizga baraka bersin ilohim. Rahmat ayajon. Hamisha xalqni ustida yuringlar ilohim bilan. Obro'laringga obro' qo'shilsin ilohim. Rahmat ayajonim, rahmat. Ozgina bo'lsa ham sizni xursand qildikmi? Farzandlaringizni baxti kamolini ko'ring sizdan ilohim. Inshaalloh, inshaalloh aytganingiz kelsin. Ozgina bo'lsa ham sizni xursand qildikmi? Ha, albatta. Mana kayfiyatlarim ko'tardi. Yashanglar, rahmat. Mashalloh. Hamma balalarimdan men xursandman. Mashalloh, Xudoga ko'z. shukr. Mana bizni hurmat qilishib, mana sizlar tufayli bizni mana shunchalik kayfiyatimni ko'tarib, mana tabriklarni eshitdim, chiroyli she'rlarni eshitdim. Ey yashang. Yaxshi so'zlar uchun hammasiga katta rahmat. Ey yashang ayajon. Biz Sog' bo'linglar. ozgina xursand qilgan bo'lsak, biz juda ham o'zimiz baxtiyor his eylaymiz. Ilohim tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing, farzandlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Xudo xohlasa yaxshi kunlarga diydor ko'rishguncha ayajonim, amakim ham o'zlaringni asranglar. Xudo xohlasa sizlar ham Xo'p. o'zlaringga ehtiyot qilinglar. Xo'p ayajonim, sog' salomat bo'ling. Katta rahmat. Xo'p, sog' Chiroyli bo'ling. so'zlar uchun balajonlarim. Mayli, xo'p, rahmat. Ha. Xo'p.